Diqqat! Bu videoni o'tkazib borishni tavsiya qilaman yoki bo'lmasa siz ham menga o'xshab virusning kasallikka yo'liqishingiz mumkin. Bu juda ham xavfli virus bo'lib, cho'ntagingizdagi bor pullaringizni shilib oladi. Eng yomoni bu virus vaqt tanlamasdan keladi. Siz oshxonada ovqat qilayotgan bo'lsangiz ham yoki bo'lmasa eski shoshilib kiyimlaringizni kiyayotgan bo'lsangiz ham yoki bo'lmasa o'zingiz bilan qo'shib gap talashayotgan paytingizda ham bu virus sizning miyangizda har doim aylanib turadi. Bu dardga yo'liqqan odam uncha-munchaga dardiga davo topolmaydi. Oktobayu ko'ktoba qilsa ham endi foydasi yo'q. Chunki bu virusga asrlar davomida hech kim davo topolmagan. Men aniq bilaman, bu videoni ko'rayotgan 99% ayollarda uje bu virus bor. Barcha gaplarim hazil duganajonlar. Buni jiddiy qabul qilmanglar. Biz ayollarga qancha ko'p pul bo'lsa, uni shuncha sarflashni yaxshi ko'ramiz. Siz ko'rayotgan mana shu barcha tovarlarni men Pindato programmasidan O'zbekistondagi uy manzilimni kiritib, to'g'ridan-to'g'ri Xitoydan olib keltirdim. Bu usulning menga eng yoqqan tarafi ortiqcha kargoga pul to'lamaysiz va juda ham ko'p vaqt kargo kelishini kutmaysiz. Sistema juda ham mukammal ishlaydi. Siz xarid qilgan har bitta tovarni grammi va kargo summasi oldindan ko'rinadi va sizni tovaringiz qayerda ekanligi programma orqali ko'rinib turadi. Agar siz 2 barobar arzon kargodan foydalanmoqchi bo'lsangiz yoki bo'lmasam sifatli sistema orqali xarid qilishni o'rganmoqchi bo'lsangiz, o'z kurslarimga taklif qilaman. Foydali videoni saqlab oling, do'stlaringizga yuborib qo'ying va profilimga obuna bo'lishni unutmang.